Assalomu alaykum. Kanalimizni kuzatib o'tirgan yurtdoshlar, bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolosa Luchoyda Ahmad Chizni qatorida yo'lning bo'yinda. Gapning qisqasi 2 qavatli binoni 2-qavatida 3 xonali Yevro ta'mirdan chiqqan. Xudo xolosa shu joyni bir sizlarga donishtirib o'tamiz. 3 xonani 4 xona qilib qo'ydilar. Berimiz girgandan pirxoshkasining yonida bu yerda hojatxonasi issiq vizeli bor ekan. Remontimizda voshi gap bo'lishi mumkin emas ekan. Kanalımız hürmetli abonaçıları. 100% tayyor kaldı. Ayna eshiklar hamma ishga almashtirilgan bu yerda. Girgandan demir eshik o'rnatilgan, qistilgan. Bu yerda kerak bo'lsa, qo'yna, umonlik, hamma narsasi yangidan qo'yilgan. Patologlarimiz natijnoy. Hammalari patologlar natijnoy. Hammalari. Bismillahirrohmanirrohim. Berimiz, ya'ni mehmonxonasi high-tech usulda ishlangan 3 xonani 4 xona qilib qo'ydilar ekan. Kanalimiz hurmatli obunachilar. Joyimizda boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqimizda bir xona, bu yoqimizda bir xonasina. Patologlarimiz natijnoy, bellarimiz ina figura qilib chiroyli bo'lib sotilib turibdi. Ajoyib gap yo'q. Endi oynalarini eshiklarni aytib o'tadigan bo'lsak, hamma ishi toza oyna eshik qo'yilgan, hamma ishi aqua, plastik, hamma ishi joyida qo'yilgan. Kanalimiz hurmatli obunachilar, hozirgi stilda sotilgan joyimiz bu. Mana kanalimiz hurmatli obunachilar, berimiz zakritli balkon 6 metrlik bo'lgan. Ikki qo'shimcha balkonni ustidan ham olib qo'ydilar. Ya'ni remontlarni ham chotki qilib, chiroyli qilib qo'ydilar. Berimizda jalyuzilarimiz hamma narsasi tayyor, patologlarimiz natijnoy, pastlarimiz pol, g'ollarimiz 100% bo'shab turibdi. Shu chat video tushirgan bo'lsam, shu holatni beriladi. Faqat yana bir narsa aytaman. Bu yerda ayollarimiz uchun oshxonasi bo'ladi. Oshxonani mebelni zakaz qilibdilar. Akkalib qistirib beriladi ekan kanalimiz hurmatli obunachilari. Yana berimizda yana jalyuzilar ham tayyor. Patologlarimiz plastik. Gulli plastik ekan kanalimiz hurmatli obunachilari. Hamma narsasi tayyor qoldi. Tak berimizda yana bir xonasi, 4 xona dedim. Yana bunda yana bir xonani, o'lsaga bu yerda oshxona bo'lgan o'zi, oshxonani ko'chirib, детский spalni qilib qo'ydilar ekan. Oshxonani bu yerga ko'chirib qo'ydilar endi. Berimizni spalni qilib qo'ydilar endi. Ajoyib, bomba yaxshi narsa, детский bo'ladi. Kanalimiz hurmatli obunachilari. Hamma narsasi tayyor, zo'r, ajoyib tutilgan joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Shu joyimizga like'larni bosib qo'yinglar. Ustalarga rahmat, zo'r tutibdi ustalar. Tak, bu yonimizda Xudo xolasa spalnida aytganimning yo'lni bo'yinda deb turganimiz sababi, yana yo'lni bo'yinda Ahmad Chizni qatorida Ahmad Chizni yonida yo'lni dik bo'yinda Luchoyda bu kanalimiz hurmatli obunachilar, yo'l mashina tutibdi, yana ko'rib turganingizdek. Berimiz spalnisi, devorlarimiz как положено, обой, patologlarimiz natijnoy, devraklari figura qilib sotilib chiroyli bo'lib turibdi. Natijnoylar ham nima deydi, jalyuzilar ham qo'yilgan, jalyuzilar ham qo'yilgan. Endi beklab beramiz yana. Tak, bu yerda yana bir xonamiz bor. Berimizning bir xonasi ajoyib, ko'rib turganlaringizdek. Patologlarimiz natijnoy, figura qilib, qaq bo'lishini sotilgan. Oynalari plastik aqua, jalyuzilar ham bor. Kanalimiz hurmatli obunachilar. Joyimizni shu yerda dum zo'ratibdilar berini. Bu yerda детский, nima deydi? Xohlasangizlar televizor qo'yib netadon, mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi, ili spalni qilsangiz ham bo'ladi ekan. Televizor qistirib qo'yadi yer, ajoyib etib zotib qo'ydilar ekan. Fotomo'ysha bu ekan bu. Kanalimiz hurmatli obunachilari. Bu joyimiz narxini ekranda yozib qo'yamiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Ajoyib Yevro ta'mirdan chiqqan. Joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Narxi ekranda yozib turadi, bemalol telefon oling.